ko'chalariga yetdi. Ayniqsa Sariosiyo xalqi shunday orzuga erishdiki, bu juda yo'lni yaqin qildi. 40 minut, 45 minutga Sariosiyodan Toshkent shahriga boradi. Davlatimiz rahbarining 2023-yil 16-17 noyabr kunlari Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida Surxondaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha bir qator takliflar ishlab chiqilgan edi. Ushbu takliflardan biri Sariosiyo aeroportini ishga tushirish bo'lib hisoblanadi. Shundan boshlab mana Sariosiyo aeroporti to'liq ta'mirlandi. Mana bugun birinchi marta sinov tariqasida samolyot qo'ndi. Bu aholimizni juda kayfiyatini ko'tardi. Shu Sariosiyo, Uzun, Denov tumanlariga aholilariga qo'shimcha qulaylik bo'lib, Toshkent shahri bilan bog'laydigan qulaylik yaratiladi. Rahmat, sog' bo'ling.